Do'stlar, shifo Allohdan, mastopatiya uchun chiroyli, go'zal retsept aytaman o'rtoqlar. Oddiy rayhon nazaringizga kirmaydi, lekin buni mastopatiya, kistoz, fibrozning holatlarida shifobaxsh xususiyati bor o'rtoqlar. Kelinglar o'rtoqlar, sababini qilinglar. Agar shifo topib kelsangiz, haqqimga duo qilib qo'yasiz o'rtoqlar. Buni bir hovuchini oling. Yaxshilab yuvib quriting. To'rg'ab zaytun yog'iga solib qo'ying. 200 mg zaytun yog'i bo'lsin. Quyosh nuri tushmasin, ammo issiq joyda 10 kun saqlang. 10 kundan so'ng suzib oling. Ya'ni bir-biridan ajratib oling. Ana shu ajratib olingan yog'ni 7 tomchidan har kuni nahoriga og'zingizga tomizib turing. Va buni bir mahal uxlashdan avval ko'krak mastopatiyasi bo'lgan insonlar ko'kraklarga yengil surtib, ishqalab, yengil holatda, ezmasdan, qiynamasdan surtib shimdirsinlar. 2 soatga oddiy havo o'tkazuvchi material bilan, mato bilan o'rab qo'ysinlar. Xudo xohlasa, Alloh amri bilan 7 kunda juda katta rezultatlar beradi. Shifobaxsh holatlari 20 kunni tashkil qiladi. 20 kun qilinadi, 15 kun dam beriladi va yana 20 kun takrorlash mumkin do'stlar. Shifo topinglar, o'rtoqlar. Alloh taolo barchalaringizga shifo bersin.